Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimiz Andijon City'ga o'rnatib berdik. Razmerlari 4,5 ga, bo'yi 265 sm bo'lgan. O'rtalariga mana yog'och svetdan qilib, tepasiga seri qilib klient yoqtirgan rangda, o'zi tanlagan rangdan, tibbiy rangdan qilib berganmiz. Ruchkalari temir, zavodskoy kraska, turba emas, yuk emas, bukilib ketmaydi, boshqa zang bosmaydi. Bellariga mana qosh soladigan plastmas idishlar qo'yilgan. Vakuum roli, eshiklari ham mana vakuumli fon rezinli kromka, bu yerga sushilkalar joylangan. Original moykalari, smart moykalar. Buni endi ulash kerak, santexnik ishlari qolgan. Eshiklari ham davodchilik o'zi yopiladi. Bellarga mana aristollarni yopib ketganmiz. Kattagina shkaf qilib, tepada bu yerda domlari kanalizatsiyasi bo'ladi. Turbalar, shu yerlarni garderobga o'rab ketganmiz. Bularga ham yechim bor mana. Bu yerda kir mashinasi joylanishi kerak. Kir mashina qo'ysa bo'ldi. Stalishinstasi Rossiya, 10 yil garantiya bergan zavod o'zi. Issiq qaynab turgan qozonni buni ustiga qo'ysa ham yonib kuyib ketmaydi. Yonmaydigan, kuymaydigan, suvga ham chidamli. Bellarga mana bunaqa materialdan qilib berganmiz. Kafelni o'rniga yana ham mustahkam, tepada yukni ko'tarish uchun ham ancha mustahkam bo'lishi uchun bundan qo'yib berganmiz. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat kimga shunaqa